yarim oydan beri kutgan mashinamiz endi tayyor bo'ldi akalar. Ko'ringlar, salarkali holatda mashina so'raganlar uchun hech qanaqa ish ko'rmagan, butun 2011-yilda ishlab chiqarilgan probeglar ham 272 ming turibdi. Salonlarga bitta ish berib qo'yishlar. Lekin men ko'zlagan joydan ko'ringlar. Balonlarni, kuzov qismlarini e'tibor berib qo'yasizlar, did bilan tayyorlangan. Orqasi izotermiz, buni bilasizlar, yengilidan bo'ladi bu. Orqa balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r holatda. Kuzov standart, balandlanmas o'rtada. Sifatda urilgan surilgan joylari yo'q, ramalar ham butun. Motor 126 talik bo'ladi bularda. Xudo xohlasa hech qanaqa rasxodlar yo'q. Gulchetirlardan hech qanaqa tutun chiqqan joylar yo'q. Borsinki hamma yog'i zo'r. Motorlar soatda ishlab turgan edi. Ko'ringlar, mana salarkali holatda. Qiziqarli uchun shunga aloqa qilishingiz mumkin.